Hurmatli do'stlar, Odiljon, Odilxon. Shu ukamiz 7-sinfda o'qiydi. 7-sinfda o'qib, bir kunda Ashtonoydan mana shunaqa rulondan o'ynab kulib, darsdan tashqari 10 ta to'qiyapti ekan. Har bitta rulonga 10 ming so'mdan pul olyapti ekan. Kuniga 100 ming bor. Egasiga anaqa setka to'qib sotganligi uchun egasiga 30 ming, 40 ming bitta rulondan qolar ekan, ishchini rasxod qilgandan tashqari. Ya'ni 300 ming so'm foydasi bor. Shunaqa stanoyda men ham olib, men ham shunaqa ish qilaman deganlarga to'xtatib turaverasiz aka. Bular ham ishdan qo'yib. Shunaqa stanoyda ish qilaman deganlarga stanoy bor. $800 mana shu ko'rib turgan komplet hamma narsasi ichida ketadi. $750 stanoy qilib, stolga esa to'laveraman desalaring, bo'laveradi. 750 qilib berishadi masalan. 220 volt ishlaydi, to'lab turib, naqd pul bilan karta orqali plastik testlarni bo'ladi. Oladiganlar kelib, beyda bir kun yurgan bo'ladi. Mana bor ekan. U vohaliklar bemalol kelaverasizlar, uzoqdagilar. Yaqin atrofdagilar qatnashlar ham bo'laveradi. Behijolat pullar. Bor 220 volt ishlaydi, 380 ga ishlaydi. Qo'ng'iroq qilib buyurtma beraverasizlar. Video davomida aniqroq ma'lumot berganmiz. Boshladik. Hurmatli do'stlar, shu ukamiz o'zi boshlabdi. Rostdan o'zi haliga o'tirg'izib qo'yganimiz yo'q. Reklama uchun chiqqanida mana o'zi ishlayapti. O'zi to'qiyapti. Nechinchi sinf bu? 7-sinf. Maktabdan bo'sh paytlarda ish qilyapti. Maktab paytida maktabdan kelib, ruloniga pul olyapti. Men o'zim uspet qila olmaganimdan ularga ham berdik. Hozir akasi ertamanda bu abitdan keyin akasi nargisdan ishiladi. Rulonidan qancha qoladi? Rulonidan 10 ming so'mdan berilyapti bularga. Bir kunda nechta to'qiydi? Bir kunda yolg'on bo'lmasa o'zidan so'rang, yo'q o'ynab borib kelib 10 ta rulon to'qiydi-da. Bir kunda 10 ta to'qiyapsizmi? Seriyozmi ya? 10 ta 100 mingmi? 100 ming. Bu degani 10 tasi 100 metr bo'ladimi? 100 metr. Sizga qancha qoladi shunda? Menga bu bolalarga bergandan tashqari 40 ming so'm, 35 ming, 40 ming so'm pul qoladi. Yana ham optim sotasiz? Optim sotiladi. Men undan olaman deganlarga bor. 220ligimi bu? 220 ga ham ishlaydi bu ustana, shu turishida 380 ga ulasa 380 ham ishlaydi. Hayır, shovqini yo'q, mana hozir ham ishlab turibdi. Ko'ryapsizlar. Faqat qo'shganda chirr deb simni aylantirib berganda bo'ldi. Simni nechidan nechigacha to'qiydi? 1-2 dan boshlab 3 ga davr to'qiydi. 220 holatda 2,5 ga davr to'qiydi. To'ki 220 to'liq bo'lsa 3 ga davr ham to'qiydi. Undan yog'i 380 ga ulash kerak. Nechigacha dedingiz? 380 bilan eng semizi? 220 da eng semizi 3'likka davr to'qiydi, faqat to'liq 220 holatda bo'lganda 190 180 da 2'likka davr to'qiydi.